Birinchi bo'lib haqqa qarshi chiqadiganlar o'zi ham qabul qilmaydi, boshqani ham to'sadigan ana shular. Uki jamiyat ichidagi qorni to'qlar. O ana pagonliklar, katakonlar, ana shular din dushmani, ana shular xalq dushmani. Ammo xalqning ichidagi mana bechora odamlarni qarasang, aslida dinga dushmanligi yo'q ularning. To'g'ri qo'rqqandan o'shalarga o'zini muvofiq qilib ko'rsatadi. O'zi lekin biladi ichida ko'p odam haq nimaligini. O'zimizda gadoni dushmani gado bo'lar ekan deydi-ku. Ana shunga o'xshab hamma zamonda va hamma makonda haq ahlining dushmani o'zining qavmidan bo'ladi. Chetdan kelgan odam bo'lmaydi. Ahli haqni o'zi yurtiga sig'dirmaydi. Xo'p, yurtiga sig'dirmaganda yelkamni chuquri ko'rsin yurtingni deb ketasan. Tashqariga borsang, tashqariga borib ham qayerda yashasang, o'sha yerdagi davlatga borib seni sotib berayotgan, mana shu bizdan qochib kelgan odam bo'ladi. Mana shu qidiruvda deb uni qidiruvga berayotgan, chetdan borib talab qilib ushlab qamab olib kelayotgan kim? Ana shu o'zimizdagilar. Sen musulmon bo'lib chiqib ushlarga nimaga meni ushlab qo'layog'imga kishan solyapsizlar, nimaga meni ushlab qamab deportatsiya qilib yuboryapsizlar desang, ular aytadiki, yurtingdagilar talab qilyapti, biz nima qilaylik deydi. O'zing nima qavm qarindoshlaring talab qilyapti, biz aybimiz emas bu deydi. Sen bir ko'cha-ko'yda yurganingda ham seni ko'rib qolib, mana shu odam mana shu bo'ladi deb borib o'sha sen yashayotgan joydagi hukumatga sotib berayotganlar ham mana shu o'zimiznikilar bo'ladi qarasang. Mana shuni aytadi keyin o'zimdan chiqqan baloga qayerga boray davoga deb. Hamma millatdan chiqqan islohotchiga o'sha millat o'zi eng katta dushman bo'ladi. Bizi kurtarmayacak sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Ya dönün Rabbinize ya da veil olsun size. Hop, qavmning javobi nima bo'ldi endi? 27-oyatga o'tamiz. Alloh aytadi: "Faqala al-mala'u allazina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mitlana wa ma naraka ittaba'aka illa allazina hum aradhiluna badiy ar-ra'i wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kazibin." Uning qavmidan kofir bo'lgan kishilar, kofir bo'lgan qorni to'qlar shunda aytdiki, biz seni o'zimizga o'xshagan bashar ekanligingdan boshqa narsani ko'rmayapmiz-ku. Va biz senga ergashgan kishilarni ular bizning eng razillarimiz, fikri sayoz insonlar ekanidan boshqaligini ko'rmayapmiz. Va biz sizlarni bizdan bir afzal joyinglarni ham ko'rmayapmiz. Balki biz sizlarni yolg'onchilar deb gumon qilyapmiz. Endi oyatga kirishdan oldin bir narsaga e'tibor bering. Asl ana u qavmlardagi va hozirgi qavmlardagi haqqa kurashishlikning illatini bayon qilib beradi bu tushuncha. Uki oyatda bir narsa 3 marta takrorlanyapti. Ma naraka, ma naraka, ma naraka, bal nazunduka. Biz unaqa deb o'ylamaymiz, bunaqa deb o'ylayapmiz, bunaqa deb o'ylayapmiz, bunaqa deb o'ylayapmiz, bunaqa deb gumon qilyapmiz. Bu nimani eslatyapti sizga? Menimcha quruq gumon bilan, o'zining uy fikri bilan dinga qarshi chiqish. Bu kibrdan bo'ladi ba'zan, hasaddan bo'ladi ba'zan. Shu kibr sababdan gapdan qo'yis kelmaydi-da. Hasad sababdan kimdir o'zidan o'zib ketganini tan olgis kelmaydi. Ana shuning uchun bo'lmagan bahonalarni keltirib, men unday deb o'ylayman. Menimcha unaqa emas. Ha, bu sening fikring. Men mana bunaqa deb gumon qilaman. Ana shu narsa odamzodni haqqa dushman qiladi, bilib oling. Bir odam sizga qolalloh, qola Rasululloh deb turadi. Alloh aytayapti, Rasululloh aytayapti deb turadi. Siz kelasizda o'zizcha, "Yo, menimcha unday, menimcha bunday emas." Masalan, qarada endi o'zing aytchi. Lekin men o'ylashimcha mana bunaqa. Ana shunaqa kurayda turmaydigan bahonalar ana shu odamlarni dinga dushman qiladi. Bu Nuh qavmidagina o'tib ketgan illat emas. Doim aytaman, masalan, qadimda odamzodni boshi og'rigan, oyog'i og'rigan bo'lsa, bu kasalliklar qadimda bo'lgan. Hozir ham xuddi shunday kasalliklar bor, to'g'rimi? Bosh og'rish, oyoq og'rish, qalb kasalliklari ham xuddi shunaqa. Ming yil avval Nuh qavmida qanaqasi bo'lgan bo'lsa, hozir ham xuddi shunaqasi bor. Ana endi oyatning tafsilotiga kiramiz. Oyat f harfi bilan boshlandi. Fa degani endi shu zahoti degani. Qarang, Nuh alayhisalom da'vat qilgan zahoti faqola ana shu tili chiqishni boshladi odamlarni. Gapirishni boshladilar. Kim birinchi bo'lib e'tiroz aytishni boshlagan? Al-mala. Mala'a bir narsa to'lishi degani aslida. Masalan, bir idish suvga to'l desang, mala'a deydi. Malyan deydi ya'ni. Mana million degan gap menimcha mana shundan chiqqan. Million deymiz-ku. Ya'ni
U to'lgan raqamda, u minglardan to'lgan, million, million so'zdan chiqqan. Endi bu yerda mala'dan maqsad to'yingan odamlar, qorni to'qlar, ya'ni qavmning ichidagi. Doim Qur'onda mana shular haqqi dushman bo'lganligi zikr qilinadi. Birinchi bo'lib haqqi qarshi chiqadiganlar, o'zi ham qabul qilmaydi, boshqani ham to'sadigan ana shular. Uki jamiyatning ichidagi qorni to'qlar, qorni kattalar. Qur'onni o'qing, doimo shunaqa. Mana shu surada ham hal keladi. Hamma payg'ambarga dushmanlik qilganlar birinchi bo'lib qorni to'qlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga dushmanlik qilganlar ham mana shular edi. Nimaga desang, chunki birinchidan qorni to'q bo'lib, hadisda kelganidek, qornining yog'i katta, aqli esa kam. Odam shunaqa bo'lib qoladi-da. Qorni to'q bo'lgan. Qorni to'q deyishda faqat qorni nazarda tutmayapmiz bu yerda. Zodagonlikni nazarda tutyapmiz, ya'ni. Asli qorni to'yish ayb emas, ya'ni. Zodagonlik bu yerda nazarda tutilyapti. Ana shunaqa aql ishlamaydigan bo'lib qoladi zodagonlikdan. Ikkinchidan qiyinchilik yoqmaydi zodagonlarga. Haq qiyinchiligi bor. Mana sahobalar qancha qiynaldi haqqa ergashib. Bu dinga amal qilish uchun ham, uni tarqatish uchun ham jon berdi ular. Ularga yoqmaydi bu qorni to'qlarga. Uchinchidan qorni to'qlarda kibr bor. Kibr esa jannatga kirishga eng katta to'siq. U kibr ularni dunyoda mana bir namozxonlar bilan, oddiy musulmonlar bilan bir safda bir o'tirishda ham man qiladi kerak bo'lsa. Mana Rasulullohga haydan oldingdagilarni shunda iymon keltiramiz deyishardi-ku. Qarang qasanglarni hayda. Qanday qilib biz ular bilan bitta safda o'tiramiz? Ana shunaqa kibr bo'ladi zodagonlarda. To'rtinchidan ular o'zining mavqeini yo'qotishdan qo'rqadi. Ya'ni shu paytgacha ular o'sha qavmning kattasi bo'lib yuribdi. Endi kim qayerdan qarang qasanglar chiqyapti-da ular til bo'yicha. Ular katta bo'lyapti. Mana nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'zlarining amakilari Abu Lahab qarshi chiqqan? O'zicha u kattakon edi bu vosdan keyin Rasulullohni. O'sha edi kattakonni Qurayshdi. Endi qarasa, bu yerda uni jiyani payg'ambarman deb o'tiribdi. Ana shundan alami kelib ketgan uni. Yoki mana Madinada ham Abdulloh ibn Ubay o'zicha kattakon bo'laman deb yuruvdi. Qarasa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilar kattakon bo'lib. Ana shundan alami kelib ketdi buni. Demak, katakonlar o'zlarining jamiyat ichidagi o'rnini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi, taxtini yo'qotishdan. Ana shuning uchun haqqa dushman bo'ladi ular. Kambag'al odamda nima bor yo'qotadigan? Hech narsa yo'q. Shundoq ham hech narsasi yo'q. Ana shuning uchun kambag'allar ko'pincha birinchi bo'lib payg'ambarga ergashadi, ya'ni. Demak, tarixdagi bu voqelik bilan Qur'on tushayotgan voqelikdagi holatga Alloh rasuliga bir tasalli beryaptiki, bu narsadan ajablanmang. Sizga qavmingizdan katakonlar dushmanlik qilayotgan bo'lsa, mana tarixdan shunaqa bo'lgan o'zi. Sizga hozir zaiflar ergashgan bo'lsa, tarixdan shunaqa bo'lgan. Hozir ham o'zimizga o'zimiz biz mana shunaqa tarzda tasalli bildirishimiz kerak. U ana pagonliklar, katakonlar, ana shular din dushmani, ana shular xalq dushmani. Ammo xalqning ichidagi mana bechora odamlarni qarasang, aslida dinga dushmanligi yo'q ularning. To'g'ri, qo'rqqandan o'shalarga o'zini muvofiq qilib ko'rsatadi. O'zi lekin biladi ichida ko'p odam haq nimaligini. Shuning uchun aytayaptiki, faqalal mala'ul ladina kafaru min qawmi, uning qavmidan kofir bo'lgan ana shu katakonlar, ya'ni qorni to'qlar aytdiki deyapti. Endi uning qavmidan degan joyga yetib bering. O'zimizda gadoni dushmani gado bo'lar ekan deydi-ku. Ana shunga o'xshab hamma zamonda va hamma makonda haq ahlining dushmani o'zining qavmidan bo'ladi. Chetdan kelgan odam bo'lmaydi. Balki chetdan kelganlar ehtimol iymon keltiradi. Mana Alloh Qurayshga aytdi-ku, shahidun bani Isroil ala mislihi fa amana wastakbartum. Ana Bani Isroildan kelgan bittasi shunga guvohlik berib iymon keltirib o'tiribdi. Chetdan kelgan. Sizlar o'zi kibr qilib o'tiribsizlar degan Qurayshga aytgan. O'zingizlardan chiqqan odamga ergashmang. Mana Nabiy sollallohu alayhi vasallamga dushmanlik qilgan kim bo'ldi? Quraysh. Balki o'zlarining amakisi mana aytayapsiz, Abu Lahab. Bu tarixdan hozir ham xuddi shunday. Mana Imom Buxoriyda kim quvib chiqardi? O'sha kindik qon to'kilgan joydagilar, Buxorodagilar qildi shuni. O'shaga nisbat beriladi o'zim o'zi kishi Buxoriy deb. Lekin o'shaga sig'madi. Hozirgi zamonda ham qarang mana. Ahli haqni o'zi yurtiga sig'dirmaydi. Xo'p, yurtiga sig'dirmaganda yelkamni chuquri ko'rsin yurtingni deb ketasan. Tashqariga borsang, tashqariga borib ham qayerda yashasang, o'sha yerdagi davlatga borib seni sotib berayotgan, mana shu bizdan qochib kelgan odam bo'ladi. Mana shu qidiruvda deb uni qidiruvga berayotgan, chetdan borib talab qilib ushlab qamab olib kelayotgan kim? Ana shu o'zimizdagilar. Sen musulmon bo'lib chiqib o'shalarga nimaga meni ushlab qo'layog'imga kishani solyapsizlar? Nimaga meni ushlab qamab deportatsiya qilib yuboryapsizlar desang, ular aytadiki, yurtingdagilar talab qilyapti, biz nima qilaylik deydi. O'zing nima qavm qarindoshlaring talab qilyapti, biz aybimiz emas bu deydi.
Sen bir ko'cha-ko'yda yurganingda ham seni ko'rib qolib, mana shu odam mana shu bo'ladi deb borib o'sha seni yashayotgan joydagi hukumatga sotib berayotganlar mana shu o'zimiznikilar bo'ladi qarasang. Ana shuni aytadi keyin o'zimdan chiqqan baloga qayerga boray davoga deb. Aslida sen tashqarida yursang, seni bir tashqaridagi odamlar u qayerda bo'lishingdan qat'iy nazar seni kimligingni tanimaydi ham, illoki shu o'zingdan bo'lgan bittang, o'zingning qavmingdan bo'lgan biring borib seni sotib beradi. Keyin ana shu dushmanchilik boshlanadi o'shadagi odamlardan ham senga. Buni aytishimizdan maqsad ba'zi odamlar hozir aytadi-da, senga nima qildi o'zbeklar deydi, o'zbeklarni yomonlaysan deydi. U gap millatchilikda emas, o'zbekdan boshqadami? Hamma millatga teggan kasal ekan bu. Lekin biz o'zbekligimiz uchun o'zimiznikini gapiramiz. Hamma millatdan chiqqan islohotchiga o'sha millat o'zi eng katta dushman bo'ladi. Nima qildi senga deydi? Agar birov bir nima qilgan bo'lsa, mana shular qilgan deyiladi. Mana shuning uchun Alloh hamma payg'ambarni dushmani o'zining qavmidan bo'lgan odam deydi mana. U chetdan kelgan bo'lmaydi u. To'g'ri, albatta endi bunda Allohning hikmatlari bor. O'shalar bo'lmasa mo'min o'sha yuqori darajaga chiqmaydi. Mana Yusuf alayhisolamga ham shu akalari dushmanlik qilgan. O'shalar bo'lmasa Yusuf alayhisalom bo'lmasdilar. Lekin endi bu mo'minga aytilinadigan gap-da. Ammo mana bunaqangi dushmanlik qilayotgan odamlarga aytilinadigan gap bu ogohlantirish. Mana o'sha payg'ambarlarga ham o'zining qavmidan dushman bo'lgan odamlar oqibat nima bo'lgan o'shalarni ko'ringlar.